Akvariyaga qo'yaraman aka. Qo'li tartimayapsizmi? Rahmat bo'lsin. Qimmatbaho mashina kiradi deyiladi. O'zim chaqiraman. O'rgatib qo'yganman. Oyog'im singandan keyin shu. Ha, oyog'i singanmi? Chaqiring deydi. Necha yoshdasiz? Manmi? Aha. 56-yil. 56-yil bo'lsiz. 70 ketib. Ha, umringiz uzoq bo'lsin. Bunam borladi. Ha, onangizmi? Buni 92 yoshdalar. Maşallah. Ona faqat Buxoroda yashaydi. Ha, Buxorodanmisizlar? Bolalardan nechta bolalardan? 3 ta qiz. Ha, o'g'il yo'q. Bizdan yo'g'il hammasi bu yoqda. Ha. Unisida ikkita, unisida ikkita. Ha, kattada bitta. Qizlar 4 ta nega? 5 ta. Yaxshi. Hammasini umri uzoq bo'lsin. Rohatini ko'ring, hammasini to'yini ko'ring, rohatini ko'ring. Qatga o'tasiz o'zi siz? Men o'zi ana shitgan shit. Aptekiga. Men aptekigaman. Menga aytsangiz. Ya pul kerak emas hozir. Yo'q, qo'ychi. Yo. Bitta duo qilib qo'ying bo'ldi. Men qarang. Unaqa qilmang. Men buni qo'ying, men olay. Otomatik ish yurmayman. Yo'q, xolajon, bitta duo qilib qo'ying bo'ldi. Bitta duo qilib qo'ying bo'ldi. Endi chaqirdim-ku. Hech narsa qilmang. Bitta duo qilib qo'ying bo'ldi. Amin. Ish qilib ishlari o'ngidan kelsa, may rahmat. Sizga bir berib, sizga 10 bersin Xudo. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mayli qoling. Oltin olma duo ol. Duo oltin emasmi? Bu kimgadir ko'z qilish yo boshqa narsa emas. Insoniylik. Biz ham taksistlar yaxshi insonmiz degan maqsadda ko'rsatyapmiz. Bunaqa holat bir emas, bir necha marta bo'ladi. Hamma narsani ham olib chiqarmaymiz. Joninglar sog' bo'lsin.